Mana bu suratga e'tibor bering, bu o'sha Stalin davrida olingan Baxtli bolalik nomli surat bo'lgan. Suratda Stalin va Geliya Markizova tasvirlangan. Geliya Buryat qizi bo'lib, 27-yanvar 1936-yili Stalin bilan o'sha mashhur suratni birga ijro etgan. Qizcha otasi bilan birga navbatdagi katta syezdga borgan va Stalin quchog'iga otilib, unga gul bergan edi. Rus yozuvchilari o'sha onda Stalinni yonidagi gurji qo'riqchisiga "Mamashore ek Tliani", ya'ni "bu yukni qo'limdan ol" deya sekingina buyurganini bot-bot takrorlashadi. Yosh Geliya gruzinchani bilmas, bu so'zlar ma'nosini esa katta bo'lgachgina anglagan edi. Bu surat "O'rtoq Stalin, baxtli bolalik uchun rahmat" deya nomlanib, butun mamlakatda mashhur bo'ladi. Eng fojialisi, o'sha qizchaga baxtli bolalikni ko'rish nasib qilmadi. Uning otasi 1937-yili qamoqqa olindi. Tabiiyki, qizcha Stalin boboga yordam so'rab xat yozdi. Hech narsa o'zgarmadi. 1938-yili Galiyaning otasi otildi. O'zini esa onasi ila lagerga yuborishdi. U yerda Stalindan sovg'a olgan qiz va uning onasi haqida Beriyaga xabar qilishdi va nima qilish lozimligini so'rashdi. Beriya qisqa javob berdi: "Yo'q qiling." Ko'p o'tmay Geliyaning onasi o'lib qoldi. Qiz buni Beriyadan ko'rdi. Bu vaqtda Stalin va Geliyaning suratlari butun mamlakat bo'ylab ilib chiqilgan. Hamma baxtli bolalik uchun Dohiga rahmat aytadi. Ammo o'sha baxtli bolalik ramzi bo'lgan qizcha dunyodagi eng baxtsiz odam edi. Uni xalq dushmanining bolasi sifatida ayblashdi. Geliyaning ismini kommunizm dohiylar nomiga qo'yishgani ham unga baxt keltirmagan edi. 1953-yili Geliya turmush qurgan va homiladorlik paytida Stalin vafot etadi. Ota-onasini qatl ettirganiga qaramay, qiz Dohiy uchun yig'laydi. U Stalinni ayblamagan edi. U ishonar ediki, Dohiy yaxshi odam bo'lganiga. Stalin esa bolalarni umuman yaxshi ko'rmagan. O'z o'g'lining yuziga trubka chekib, puflab o'tirganini guvohlar yaxshi eslaydi. Hatto nemislar qo'liga atir tushgan o'g'lini qutqarishga urinmagan ham. Buni ko'pchilik uning davlat va xalq obro'sini saqlash uchun qilganini aytsa-da, aslida Stalin o'z farzandlarini umuman sevmaganligini ko'pchilik tarixchilar juda yaxshi ta'kidlashgan. Shunday qilib, baxtli bolalik deb nomlangan bu voqea juda ham ayanchli tarzda yakun topdi. Yanada shunaqa qiziqroq ma'lumotlar olish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying va bu video ostiga like va komment yozib qoldiring.